Diqqat! O'zbeklar tayyor tursin. Ertaga O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yog'ingarchilik kuzatilishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 6-may kuni qanday ob-havo bo'lishini prognoz qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 34-36 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang-to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang-to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 35-40 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 33-38 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 35-40 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi deyiladi prognozlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.